Men o'zimni texnologiyaga qiziqadigan, odamlarga yordam berishni yoqtiradigan va bo'sh vaqtimda IT sohasida yangi narsalar o'rganadigan o'zimni tanishtiraman. Aytishni deb o'ylashadi, nimagaki birinchi o'rinda ochkin meni sotib qo'yadi bu sohada, chunki baribir hamma aytishlarda ham ko'z nuri past bo'ladi. Ishdan tashqari sport bilan shug'ullanaman. Ko'pincha yaqin do'stlarim bilan vaqtimni o'tkazaman. Birinchi kunim juda ham qiziqarli o'tdi. Jamoa meni yaxshi kayfiyatda kutib oldi va ish jarayonlarini tushuntirib berishdi. Albatta bo'ldi. Bu kompaniyadagi tizimlar va ish jarayonining ancha tartibli ekanligi meni hayron qoldirdi. Masalan, farq qiladi. Bu yerda jamoaviy ishlash va bir-biriga yordam berish muhiti ancha kuchliroq ekan boshqa ish joyiga nisbatan. Eng qiziqarli vazifa bu tarmoq uskunalari va foydalanuvchilarning muammolarini hal qilish bilan bog'liq bo'lgan vazifa ancha qiziqarliroq bo'ldi. Menga erkinlik va o'sish. Shu oyda ko'fi? Ko'fi. Masofaviy ishlash yoki ofisda ishlash? Ofisda. Tunda ishlash yoki ertalab? Kunduzi. Planlashtirish yoki improvizatsiya? Planlashtirish. O'zingiz o'rganish ustidami yoki ustoz bilan birgami? O'zim. Bitta katta proyektmi yoki 3-4 kichkina proyektlar? Bitta katta proyekt. Agar bir hafta oldingi o'zingizga maslahat berish imkoni bo'lganda nima der edingiz? Ko'proq savol berishdan qo'rqma va yangi jarayonlarni o'rganishga harakat qil. Bizning jamoaga qo'shilmoqchi bo'lganlarga qanday maslahat berasiz? Biz jamoaga qo'shilmoqchi bo'lganlarga faol bo'lishi, intiluvchan bo'lishi, odamlar bilan yaxshi muloqot qila olishi.